2026 Ford Mustang Git bu oddiy sport avtomobili emas, bu yo'l uchun moslashtirilgan haqiqiy poyga mashinasidir. Ford Performante bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model cheklangan miqdorda ishlab chiqariladi va Mustang tarixidagi eng kuchli, eng texnologik va eng agressiv dizaynga ega versiya sifatida namoyon bo'ladi. Git nomidagi Git esa Grand Touring Daytona ma'nosini bildiradi va bu uning motorsportdan kelib chiqqanligini yaqqol ko'rsatadi. Tashqi dizayni bir qarashdayoq e'tiborni tortadi. Kengaytirilgan kuzov, agressiv aerodinamik elementlar, ulkan orqa spoileri va karbon tolali detallari uning poyga ruhini to'liq aks ettiradi. Old qismidagi yirik panjara va past joylashgan splitter avtomobilga yanada sport ko'rinish beradi. Kuzovning deyarli barcha panellari yengil va mustahkam karbon tolali materiallardan tayyorlangan bo'lib, bu vaznni kamaytirish va tezlikni oshirishga xizmat qiladi. Har bir chiziq va burchak shamol qarshiligini kamaytirish va maksimal barqarorlikka erishish maqsadida ishlab chiqilgan. 2026 Ford Mustang Git yuragi. Bu 5,2 litrli supercharger 8 dvigatel bo'lib, u 800 ot kuchidan ortiq quvvat ishlab chiqarishga qodir. Bu esa Gitni hozirgacha ishlab chiqarilgan eng kuchli Mustangga aylantiradi. Quvvat orqa gildiraklarga uzatiladi va 8 pogonali 2 muftali avtomat transmissiya bilan birgalikda ishlaydi. Natijada avtomobil oqdan 100 km/soat tezlikka juda qisqa vaqt ichida chiqadi va maksimal tezligi 320 km/soatdan oshishi kutilmoqda. Shassi va osma tizimi Mustang Gitning yana bir muhim jihati hisoblanadi. U yarim faol osma tizimi bilan jihozlangan bo'lib, haydovchi yo'l sharoitiga qarab sozlamalarni o'zgartira oladi. Poyga uchun mo'ljallangan sozlamalarda avtomobil yo'lga yopishib olgandek harakat qiladi. Brembo kompaniyasining karbon keramik tormoz tizimi esa yuqori tezlikda ham ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. Ichki makon ham sport va hashamat uyg'unligini namoyon etadi. Salonda yuqori sifatli alkantara, charm va karbon tolali bezaklar qo'llanilgan. Sport tipidagi o'rindiqlar haydovchini mahkam ushlab turadi va uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli ekran orqali barcha muhim ma'lumotlar oson ko'rinadi. Multimedia tizimi zamonaviy interfeysga ega bo'lib, smartfon ulanishi, navigatsiya va premium audio tizimini o'z ichiga oladi. 2026 Ford Mustang Git faqat tezlik uchun emas, balki texnologiya uchun ham yaratilgan. Haydovchiga yordam beruvchi tizimlar orasida adaptiv cruise nazorati, yo'l belgilarini aniqlash, to'qnashuvning oldini olish tizimi va ko'plab xavfsizlik funksiyalari mavjud. Shuningdek, turli haydash rejimlari orqali avtomobilning xarakterini o'zgartirish mumkin. Kundalik haydashdan tortib, poyga trassasidagi maksimal unumgacha. Bu modelning asosiy maqsadi Yevropaning mashhur poyga trassalarida, jumladan Nürburgringda rekord o'rnatishdir. Ford muhandislari uni aynan superkarlar bilan raqobat qila oladigan darajada sozlashgan. Shu sababli Git nafaqat Mustang ixlosmandlari, balki global sport avtomobil bozorida ham katta shov-shuv uyg'otmoqda. 2026 Ford Mustang Git eksklyuziv avtomobil bo'lgani uchun uning ishlab chiqarish soni cheklangan va narxi ham premium segmentga mansub bo'ladi. Bu model faqat haydash uchun emas, balki kolleksiya uchun ham katta qiymat kasb etadi. Har bir detal, har bir texnologiya va har bir dizayn elementi mukammallik sari intilish natijasidir. Xulosa qilib aytganda, 2026 Ford Mustang Git bu amerikalik mushakli avtomobil an'analarining zamonaviy superkar darajasiga ko'tarilgan ko'rinishidir. U kuch, tezlik, dizayn va texnologiyaning mukammal uyg'unligini taqdim etadi. Agar siz haqiqiy poyga ruhi va noyob sport avtomobilga ega bo'lishni istasangiz, Mustang Git bu orzuni ro'yobga chiqaruvchi modeldir.